o'yinchimiz shu yerdan suzib ketayotgandi. U yangi biyomlarga borib, yangi joylarni kashf qilmoqchi edi o'zi uchun. Va shunaqa qilib turib o'yinchimiz toqqa chiqmoqchi bo'ldi. U shunchaki prostaki u yoqdan bu yoqqa yurmoqchi edi, ya'ni har xil biyomlarga borib, aniq bitta maqsadi yo'q. No'g'richa o'yinchimiz shu tog'dan qanday qilib pastga eson-omon tushsamikin deb o'ylanib turgandi. Ular tog'dan ham pastga tushdi. Mana shu bloklardan 3-4 ta uyga dekoratsiya qilib qo'yib olaman deb shu bloklardan kavlay boshladi. O, kaktus muzir baqirdonni yeshini ishlatsam bo'laveradi. Короче, kaktus ham oldi. Pilisos ekan o'yinchimiz. Yo'ldan chiqqan hamma antikvarlarni olib ketadigan odati bor ekan, xuddi menga o'xshab. Plis. O'yinchimiz shu yerdan tepaga qarab toqqa chiqaverdi, yo'l yursa ham yo'l yurdi. Hozircha hammasi yaxshi ketayotgandi va shunaqa qilib turib rangsizroq biyomga kelib qoldi. Ya'ni bilasizlar, bu Minecraft 1.20 to'g'ri. Qumlar. Juda mashtam pastroqqa tushsamikin, turib короче. Keyin o'yinchimiz xayoliga shu paytda u mini shaftni topishga qaror qildi, chunki mine shaftlarning ichida juda ham katta loot bo'ladi. Mine shaft nima deydigan bo'lsa, shu qumma tagida uchraydigan poyezd relslariga o'xshagan narsa. Bu shunaqa qizil biyomda uchraydi. Va shunaqa qilib o'yinchimiz o'sha mine shaftni qidirishga qaror qildi. Va mana bu daraxtmi bu? Kim qurgan ekan bularni? Yaqinlashsa grafika boshqacha, uzoqlashsa boshqacha bo'lib qoladi. Bu juda bugmikan deb o'ylab qoldi Minecraftchimiz. Va u X-ray vision yo'q qo'ygan, ya'ni Minecraftda shunaqa funksiyasi bor. Mayli turib o'yinchimiz bunga e'tibor bermadi, shunchaki bug deb o'yladi. Lekin o'yinchimiz uni pastda nima kutayotganini o'zi ham bilmasdi. Ular shunaqa qilib taxtalar qo'yilgan joydan pastga tusha boshladi. Xuddiki bu oldingi qanaqadir shaxta bo'lganki, bu meni yo'ldan temir chiqib qoldi, temirni ham qo'ying. Xuddiki bu oldin qanaqadir shaxta bo'lganki, bu uje betga tushayotgan ikkinchi odam edi. Cho'tanito. Mayli avvaloricha bularda ham bir gap bo'lar, temirlarni kavlay boshladi. Va o'yinchimiz o'sha mine shaftni ham topgandi, chunki bilsanglar kerak, mine shaftni ham qidirishdan maqsad yaxshiroq loot qilish edi. Shu yerdan pastga tushsam bo'larmikin? U yerda suv quyilgan ekan, lava ham bor. O'yinchimiz birinchi tarafga qarab yurmoqchi edi, lekin bunday qarasa tekis qilib kovlangan, ya'ni zina shaklida. Bunga o'yinchimiz e'tibor bermadi. Aslida bu ilohiy belgi bu yerga tushmagan. O'yinchimiz bunga qaramadi, shu yerda bu yoqqa yura boshladi. Va yonidan to'g'rimizdan birinchi sandiqni ham topdi. Sandiqni ichini ochdi o'yinchimiz shunaqa turib. Lekin ochilmayotgan, chunki oldi to'silib qolgan ekan, shunga ochilmabdi. Endi Minecraft reali. Ichida ikkita almas va lapis lazuli toshlarni topdi. Esinglarda bo'lsa, o'yinchimiz pilisos bo'lganligi uchun keraksiz narsalarni hatto patgacha ham sandiqda tozalab oldi. Shunaqa qilib o'yinchimiz bu yerdan bu yoqqa yura boshladi. Bu yerda ham hech kim yo'q. Mayli to'g'riga ketaveraylik turib, shu yerdan ham yura boshladi yana. Bu yoqqa qaradi, bu tarafda ham hech kim yo'q. Yana sandiq qidirib yo'lida davom etdi o'yinchimiz. Uning maqsadi yana ham ko'proq loot qilish edi. O'zi Minecraft o'ynashdan eng asosiy maqsad, bunaqa joylarga tushishdan asosiy maqsad loot qilish bo'ladi. Biz bu taraflarga ham yurdi, betlarda ham hech kim yo'q ekan. Dedi. Xullas u yoqdan bu yoqqa yura boshladim. Men ham sharhlab charchab ketdim, короче. 2x qorardim, uni montaj payti o'zimga qiyin bo'ladi, shuning uchun ketaveramiz. короче, mana shundan qanaqadirki bir lavali joy topdi, shu yerda orqasida nimadir borligini ko'ngli sezdi o'yinchimiz. Lavani to'smoqchi bo'ldi. Bir yo'la lavani quritib qo'yarini to'sgandan ko'ra, turishdan bitta to'sdi. Bittan ham. Oxir lavani taktika bilan quritib yubordi. Plus u tarafga umuman lava o'tmaydigan qilib quritib qo'ydi. Endi esa lavani to'liq qurishini kutsa bo'ldi o'yinchimiz. Shuning o'rniga 3 ta cobblestone edi, mamatiga qo'ysa ham o'tib ketsa bo'lardi. Lekin o'yinchimiz shu yerda nima borligini ko'ngli sezgan. Bag'da ham hech narsa yo'q edi. Mayli deb turib pastga tushdi. Yana o'sha tekis kovlangan zina. O'sha o'yinchimiz anaqasi короче, TVga chiqib ketishga qaror qildi, chunki o'sha hafsalasi pir bo'ldi, chunki hech narsa chiqmayotgandi.
Betni qarada batda ham o'sha keraksiz zina. Odatda batlarda lut bo'lishi kerak edi, lekin lut yo'q nimaga. Pastga tushdi, yana betda ham hech narsa yo'q. Va o'yinchimiz Mameta qanaqadirki narvon ko'rib qoldi. Sekingina narvondan pastga tushmoqchi bo'ldi. Qarasa bu chuqur qilib ko'langan edi. Bu zerikarli g'orda kim bunaqa ko'lagan ekan? Minecraft odatda bunaqa chiqmasdi-ku deb pastga tushdi. Bu yerda yashil slime bir qanaqadir shilimshiq bloklar turardi. Shu yerdan o'yinchimiz o'ta boshladi. O'ziga ishonmagan holda. Nima o'ziga ishonganini bilmadim, короче. Nimadir pastga tushib ketdi. O'yinchimiz vobshe hayratlanib qoldi. Uni yana qaytadan ko'rdi. Bu boshi yo'q zombi edi. Yugurib tepaga chiqib boshladi. Orqasidan boshi yo'q zombi quvlayotgandi. Ya xuyet qilinglar, boshi yo'q zombi sizlarni quvlayapti. Nima qilgan bo'lardinglar shu paytda? Qoch. O'yinchimiz короче surishga qaror qildi bu yerdan. Va короче bilmadim, tarjima qila olmay qoldim, tez ketib qoldi. Biz shu yerdan mana shu yerda bedrockli xonaga qamalib qoldi. Kim qo'ygan ya'ni o'yinchimiz tushundiki, uni bedrockli xonaga qamab qo'ydi, bu yerdan qochishni iloji yo'q. Zombi esa jinniga o'xshab shu yerda aylanar. Do'stlar, videomiz sizlarga yoqqan bo'lsa kanalimizga like bosib, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin.